Salom, bugun Ozarbayjondan olgan narsalarimni unpackingini qilamiz. Let's go. Ozarbayjonda ozgina shopping, ozgina podarkalar bilan keldik, shularni unpacking qilamiz. Dadadadam. Shu brenddan ikkita narsa oldim. Bu Brand of Azerbaijan, Ozarbayjon local brend ekan. Birinchi olgan narsam bu tufli. To'yga kiyish uchun qora kabluk qidiruvdim, o'sha brenddan topdim просто sevdim. На самом деле bitta tufli olishim kerak edi, lekin bitta sumочка ko'rib qoldim просто men buni olishim kerak dedim. Bu sumочкani sizlar уже postdan, reelsdan ko'rdinglar Instagramimda. Juda ko'p taqdim. Men rangini, buni formasini, kichkina detallarini juda ham sevdim. Bu leather, кожаная sumka. Bu уже вечерний varianti. Дальше yana oyoq kiyim oldim. Bu Lutvalizadadan. Bu Turkish brend. Turkiyada Ozarbayjonda magazinlari bor. Bu brendni Instagramda reelslardan ko'rib qolganman. Ular o'sha payt juda ham trendvoy baletkalar chiqarardi. O'shandan keyin o'tgan yil borganimda magazinga kirib, sразу o'zimga baletkalar olganman. Bu safar ham kelganimda men o'sha magazinga borishim kerak deb borib, o'zimga yana oyoq kiyim oldim. Bu ham tufli, lekin kabluki juda ham kichkina. Buni formasini rangini sevdim. Very cutesy, very elegant. Sevdim. Как раз таки shu sumka bilan match. Дальше самое интересное. Bu bardak stakan. Evda menda bor. Uyda menda bulardan bor, faqat menda bunaqa chiroyli emas, просто oddiy stakan. Men shunaqa olishim kerak deb qaynonamga rasmini ko'rsatdim. Qaynonam menda bulardan bor deb korobkasini chiqarib berdilar. Bu stakanni detallariga oshiq oldum. Дальше shunaqa tarelkachalar. Bu stakanni tagiga qo'yishgan. Choy icharmisan? Yevropada yashasak ham uyimizda qanaqadir traditional touch bo'lishi uchun именно shunaqa posudalar xohlagandim. Eng oxirgisi juda ham kulgili, juda ham интересный. Binardi. Bilmayman to'g'risi qanaqa. Men o'ynashni ham bilmayman. Bu turmush o'rtog'imning покупкасы. Bu Nizomiy Ganjaviy. Orqasida ham chiroyli detallari bor. That's it. Follow qilish esingizdan chiqmasin. Bye.